Bog'dorchilikda yuqori hosil olish nafaqat yer yoki suv, balki sifatli ko'chatga ham bog'liq. So'nggi yillarda O'zbekistonda intensiv bog'dorchilikka qiziqish ortib borar ekan, in vitro usulda yetishtirilgan ko'chatlarga talab ham keskin oshmoqda. Samarqandda 3 million yevro investitsiya hisobiga 2016-yilda Gretsiya texnologiyasi asosida tashkil etilgan laboratoriyada intensiv bog'lar uchun yuqori sifatli payvandaklar tayyorlanmoqda. Mutaxassislarning aytishicha, bunday ko'chatlarning eng katta afzalligi ularning virus va kasalliklardan xoli bo'lishidadir. Sababi laboratoriyada har bir jarayon mutaxassislar nazorati ostida amalga oshiriladi. Demak, hozirgi kunda bizlar payvandaklarni 13 ga yaqin turlarini ko'paytirishni yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni mevali donakli daraxtlar uchun payvandaklarni yetishtirishni yo'lga qo'yganmiz. Qarang, endi payvandaklarni yetishtirishda asosiy eng muhim vazifa bu bularni oziqasini tayyorlash. Bir-biridan farqlari, ildizlash uchun alohida oziqa tayyorlaymiz. Undan tashqari ularni o'stirish uchun alohida oziqa tayyorlaymiz. Oziqalar miqdorini 1 gram almashtirish mumkin emas. Masalan, gilosda oziqasi shaftoliga to'g'ri kelmaydi. Mana shuning uchun bu yerda xatolikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Laboratoriyalarda yetkazilgan ko'chatlarda ildizlar ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun buni yerdan oziqani olish xususiyati ham kuchli bo'ladi. Korxona 5 million donagacha payvandak yetishtirish imkoniga ega. Ayni paytda laboratoriyada 45 nafar yuqori malakali mutaxassis faoliyat yuritadi. Issiqxona va ko'chatxonalarda jami 70 nafardan ortiq xotin-qizlarning bandligi ta'minlangan. 3-bosqichimizda o'simliklarni maxsus o'stirib olganimizdan keyin 20 kun, 21 kun davom etadi. Ildizlatish bosqichimiz esa 14 kun davom etadi. 10 kundan 14 kun ichida o'simliklar ildiz otadi. O'simliklar turiga qarab. Misol uchun bu garnim degan shaftoli bilan bodomni payvandagini ildizga qo'yilgan jarayoni. Mana shunday holatda o'simlik ildiz otadi 14 kunda, keyin maxsus issiqxonamizga chiqarib 40 kun, 60 kun davomida parvarish qilib, maxsus ko'chatxonalarimizga yuboradi. Keyin bunga payvand qo'yiladi. 2026-yil boshidan laboratoriyada 2,5 million dona payvandak tayyorlangan. Ular avval laboratoriyada ko'paytirilib, issiqxonaga o'tkaziladi. Aynan shu yerda o'simliklar tashqi muhitga moslashtirish uchun ko'chatxonalarda parvarish qilinadi. Iqlim o'zgarishi sharoitida suv tejovchi, tez hosilga kiruvchi va eksportbop navlarga ehtiyoj ortib boraveradi. Laboratoriyada yetishtirilgan ko'chatlar esa resurslarni iqtisod qilish va yuqori hosil olish imkonini beradi.